Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilarimiz va Akfuzi ashaddiy muxlislari. Mana bugungi yangi qilingan ishlarimizdan Shahandda o'rnatib berganmiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'onda Shahandda. Ko'rib turganlaringdek, juda ham bir chiroyli chiqqan ishlarimizdan eshigimiz qalampir gulli, bu yoqlari yo'doyna. Xo'p, sizlarni qimmatli vaqtlaringda ko'p olmagan holatda razmerlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi romimiz, deyarli hamma romimiz bir xil. Hop, 180 ga 3 metr. Eshigimiz ham xuddi shunaqa 180 ga 3 metrlik. Bu yoqda bir qanotli eshiklari bor. Hop, 85 ga 230, bu yoqda bitta derazalari bor. 130 ga 170 standart razmerda. Hurmatli obunachilarimiz, o'sha gap qimmatli vaqtlaringda olmagan holatda mana bu joydan bu yog'i o'rtoqlar 180 ga 3 metrdan 1 2 3 4 5 dona romimiz tushgan va narxlariga keladigan bo'lsak, hop, narxi 15,5 million so'mga bu tomonda o'zi bitgan, общийda 18 million so'mga tushgan. Hurmatli mijozlar, tashqi ustunlarni alkafon bilan chiroyli qilib o'rab berganmiz. Agarda sizlarga ichki tomonni ham o'rab berish kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, bu videomiz jiddiy kechroq chiqyapti. Sababi, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, klientimiz o'sha plyonkalarni shilib tashlashgan va qolgan bir ikkita joyda. Hop, videomiz ma'lum bir sabablarga ko'ra kechikdi. Hop, sog'liq tufayli. Hop, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa sirazu o'rnatgan joyimizdan yangiliklarni sizlarga ulashib boraveramiz va yana o'sha takroriy gap, sizlarning qimmatli vaqtlaringda olmagan holatda ochilishlarni boshlaymiz eng muhim joylardan. Hop, ruchkasiga delfin ishlatganmiz. Akfani o'zini mahsuloti pechatlari bilan ko'ryapsizlar, ochilib yopilishlarini, zazorlari juda ham bir chiroyli tarzda chiqqan, qanotlari ham ko'rib turibsizlar. Hop, bu romimizni eng chekkadagi romimiz. Hop, tepa tomonida forchkasi bor va nargi tomonida ham xuddi shunaqa forchkasi bor, hurmatli mijozlar. Eshigimizni tashqari tomondan ochilib yopilishlarini ko'radigan bo'lsak, juda ham bir chiroyli tarzda ochilib yopilyapti. Zazorlari hamma yog'i juda ham bir zo'r. Qulflanishlari yaxshi. Uyaltirmaydi xudo xolasa. Hurmatli mijozlar, hop, основной eshik derazalarda ochilib yopilishidan ham ko'ra bizga основной eshik tomonlama juda ham bir ko'p murojaatlar tushadi. Eshik osilib ketmaydimi, ochilib yopilishlari. U tomonlariga mijozlar xudo xolasa javobini beramiz. Hop, ma'lumot o'rnida profilimizni rangi o'chib ketmasligi, mabodo qandaydir defektlar uchun 10 yil garantiya beramiz, hurmatli mijozlar. Mana bunday aksessuarlariga 5 yil garantiya beramiz. Ya'ni 5 yil ichida aksessuar haqiqatan o'zini kuchini yo'qotib, qandaydir muammosi chiqsa 5 yil ichida almashtirib beramiz. Profil ham xuddi shunaqa. Sizlar miq bilan o'ygan chizganlaringga javob bermaymiz. Atak quyoshda rangini yo'qotsa, mana bu holatda, mana quyosh tushib turibdi, uyga ko'ryapsizlar. Mana shu holatda rangini yo'qotadigan bo'lsa, almashtirib beramiz, hurmatli mijozlar. Ma'lumot o'rnida. Hop, eshigimizni ochilib yopilishlari ko'ryapsizlar. Juda ham bir chiroyli. Tashqaridan ham ko'rsataman qulflanishlarini. Hop, keyingisi okenli ruchkalarimiz. Ochilib yopilishlarini ko'ryapsizlar. Juda ham bir chiroyli tarzda ochilib yopiladi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Mana ko'rib turganlaringdek, juda ham bir chiroyli. Forchkalari bemalol ochib qo'yasizlar. Ikki tomondan havoni aylantirib sirkulyatsiya bo'ladi. Hop,